Assalomu alaykum akalar, hurmatli kuzatuvchilar. Katta yo'l va aqlli katta yo'l nima degan savol paydo bo'lib qolganda akalar, mana shu videomizni ko'rishlari mumkin bo'ladi. Bu joyda katta yo'limizni ishlash prinsipini ozgina ko'rsatib o'tib ketilgan. Mana ko'rib turibsizlar, olov yonib turibdi. Bu mana bu havorang narsalar hammasi bu teplamendikdagi suvlar. Ya'ni kitobning ichidagi suvlar bo'ladi. Bu suv qanchalik o'ziga chiqib turgan issiqlik olib chiqib ketadigan bo'lsa, uyingizga tashib ketadigan bo'lsa, ana o'sha narsada ekonom bo'ladi, o'sha narsa tejamkor bo'ladi. Buning uchun mana shu kitoblarni to'g'ri tartibda va samarali joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu rasmimizda misol uchun 4 ta kitob joylashtirilgan bo'lsa, biznikida 9 ta qavatning orasidan o'tib keyin issiq havo chiqib ketadi. Issiq havo ham qo'polroq, chiroyliroq aytganda chiqib ketguncha sovqatib qolishi mumkin. Mana bu joyda uylarimizda tupli izolyatsiyalari ko'rsatilgan. Tom qismidan 25%, devorlardan 35%, eshik va romlardan 10-15%, hattoki poldan ham 15% issiqlik chiqib ketadi. Masalan, siz uyingizni qancha tepli izolyatsiyasi, g'ishtlarda to'g'ri urilganligi, baland pastligi to'g'ri hisob-kitob qilingan bo'lsa, mana shu narsa sizga 50% yutuq bo'ladi. Siz uchun tejashga, ko'mirda tejab qolish uchun 50% yutuq bo'ladi shu narsa. Akalar, katta yo'l uylariga yetib boradi. Katta yo'l yetib borib, santexnika ishlari bitirgandan bunga 4 qopdan 6 qopgacha hoka ko'mir solib qo'yiladi. Hoka mana bu joydan pastga harakatlanib, truba orqali maxsus shineglar bilan ichkaridagi o't yonishi joyiga, garelkasiga, o't yonish garelkasiga tashlab beradi. Bu jarayonda o't yonib, bu issiqlik almashish boshlanadi. Issiqligimiz 2 qavat trubasi bor va undan tashqari 6 qavat kitoblari, ya'ni issiqlik almashinuvchi, issiqlikni oluvchi jarayonlar bo'ladi, etaplari bo'ladi. O'sha jarayonlar etaplardan qanchalik ko'p yurib tepaga harakatlangan sari, bundan issiqlikni ushlab qolishi, to'pla batareyasi kamayadi. Katta yo'l shunchalik tejamkor bo'ladi. Bu qanchalik kam bo'lgan sari kitoblari ichidagi tejamkorlik kam bo'ladi. Atmosferaga tutun, qurumlar ko'p chiqadi. Garelka to'g'ri tashkillashtirilmagan bo'lsa, yonish jarayoni hattoki ko'mir tutab, qorayib yonadi. Mo'rilar ichi to'lib qoladi. Natijada sizga ortiqcha mehnat, hattoki qo'ni-qo'shnilardan sizga shikoyat tushishi ham mumkin.